Seferin burcuna Referin arasına Seferin burcuna Ya her şey arasına Seferin arasına Hayırda arasına Aysi sever zarına Ay gün arasına Sayamana yesenem Kimle güzel Ala göz boy boy Ala göz boy boy Ala göz gel bere
Endi ishga giramiz. Gelin salomlarni olib qaramiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa gelinni ham tushirdi ekan. Nişanla kalonca yok mu öyleydi? Nişan mıydı? Yaşlı abi de görüp oturttu. Gelin dökülürsün. Sen arkada otursun la sen. Sevinçtendir gözde yoshi, yevnichid holal oshib keling. Görün bugün kamalini, to'lin oyning jamolini, aylan suzilsan ikromi salomlarni ber. Avvalambor ana shu xonadonni sanashdan o'tib boshlansin qoidalarni qo'yamiz. Yasharimiz vaqti o'zini qo'shanlarimizni sevib qolsak, bu Allohlar sog'liqni sog'liqdan o'g'illar, sog'liqdan qizlar ato qilsin deya yaxshi niyatlar bilan qarshi kelgan barcha mehmonlar, qadrdonlar, hammangizga assalomu alaykum. Yaxshi kun, yaxshi ayyom muborak. Davronbek yo'llarimiz xonadonlarida, Onamacho'mlarimiz xonadonlaridagi to'y tantana ila bugun xonadonning nomida sizlar bilan diydor ko'rishib turganimizda bo'layapti. Biz xonadongilar bilan vaqtida sizga, Serajon Xojona sizga, moxlargilarimizga, shohsobalarimizni hammalarni shu qalbimizdan xonadondagi to'y bilan tantana bilan tabrik qilaman. Davronbekga, Onamacho'mlar xonadondagi vaqtli ko'p quvonchli ayyomlari hammalaringizga muborak bo'lsin. Og'aylarga, hamma xola pochcha qilasiz, hammalarga muborak bo'lsin deya Azar Milliy qadrdagi go'zal ifodat bo'lgan kelin salomini boshlaymiz. Yangijon kelin boshqa bugungi to'y tantana barchalarga muborak bo'lsin. O'zidan o'zgani yaratganiga rizqimizni hudud qilgan qilmagan hechkim. Unga hamd unga sanodir qadram. Alloh subhanahu va taolo yengilib ta'zimlar qilsin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu kalplerine. Bani Başar Adası, Oğlamadanız, Bani Başar Adası, Bana havamızın ruhlarına ilgili hazırlar. Ötmüşke başlatmayınızın var. Başının dikilecekleri. Bunda ajdan Allah'ların var. Önemli mesbet olaraklar. Şöyle bu faaliyetlerindeki kanalını yakın insanların ruhlarına şarıyla en güzel gelin başıyla devam ediniz. Dünya bu kanımlar. To'y berganlar shukr qilsin bo'lgandan yiroq ko'p yoshlar o'tgan, xabarit tuproq o'tganlar ularni sho'raylar. Fardazir odamsiz ruhlardan, shujonlar ruhlardan, sobajonlarimiz, harbiyjonlarimiz, o'rtoqlarimiz ruhlardan, savojonlarimiz, o'g'iljonlarimiz ruhlardan, Alloh joylarini jannat aylasin, ajoyiblarimiz ruhlardan, o'quvjon hammalar ruhlardan egilib ta'zimlar. Sizning vaqtim ko'zlagan ko'zlar keldi. Aqlu naql so'zlar qayda? Topganı to'y bo'ldi, o'zlari qilgan Alloh hazratlarining obod aylasin. Otaboy bobolarimizni ruhlardan, Arabiy bobolar ruhlardan, Qaronboy bobolar ruhlardan, Rahmat otalarimizni ruhlardan, Musoqol o'g'lar ruhlardan, Ulijon ammalarimizni ruhlardan, Nazirajon biylarimizni,
O'g'iljon biylaringiz ruh boylarini, joylar jannat oxiratlari obod bo'lsin. Ravajon og'alaringiz ruh boylarini, Kurdosh og'alarini, Mo'minjon doylaringizni ruh boylarini igilib ta'zimlar qilasiz. Dunyo ishi sir-sinoat qimmatli. Yaxshi, Ularga rahmat. butundan katta kimga bor bo'lsalar xanidor dunyoki Alloh oxiratlarni obod aylasin. Zarnigor qalbingizni ruh boylarini, oydin oyog'ingizni ruh boylarini, Bahojonlaringizni ruh boylarini, xo'jonlaringizni, ko'chaga xollar ruh boylarini, o'zimlarimizni, shakajon xolalar. Alloh oxiratlarni obod qilsin. Nazrulloh doylar ruh boylarini, azamat og'alarimiz ruh boylarini, Rustam og'alar, Nojon biylaringizni, O'ytoqboy og'alarni ruh boylarini, oxiratlar obod bo'lsin, Shonazor og'alarimizni ruh boylarini, Ifoqjon olingizni, Qulorjon biylaringiz, Ahmadjon bo'larini, Bayajon og'alarni ruh boylarini igilib ta'zimlar qilasiz. Dunyodan o'tib yoshmi u qarib, bandasini iloji yo'q duolardan o'tib. Allah amriyle baqiydan, foniydan baqiyga ruhlat qilgan, o'z yuqoridan tugagan jumla marhum va marhumalarning ruh foydalariga nijon kelib boshqa yana bir bora egilib ta'zimlar qildi. Alloh subhanahu va taolo o'chalarni joylarini jannat oxiratlarini esa obod etsin. Onadoylarga bugungi to'y bugungi damlar yana bir bora aytamiz, muborak bo'lsin deya. Va keyin salomni davom ettiramiz. Davron biga Balg'ajon biya go'zaydi, tabriklaymiz. Xonadondagi to'y taqara, quvosh bilan yo'qsana hammalaringizga muborak bo'lsin. Karnay so'naylarsiz, g'alorosizlar, xonadonlar qanday bo'lib kelib boshlamizda, nimaiki niyat qilgan bo'lsangiz, nimaiki istak qilgan bo'lsangiz, ana shu niyatlarga, ana shu istaklarga erishib yashash sizlarga hammalaringizga nasib bo'lsin deymiz. Qani beklar kelib, hurmatli birodar, rozi, xudo rozi. Sizlarga berib bersa, tingan kelin, har bu qalbga payvandsan, farzandi bo'lib, farzandlari qatorida farzandsan, hurmatli birodarlar, davomli yo'lingizga chiqqan Alloh haqida gapirmoqchi. Har vaqt hozir har vaqtgacha Arablarning odamı yo'qlardan yo'lish shoir ham deydi. Shuningdek, Allohning kamal xizmatlarida Allohning imzo oxirida ta'sirlar qilasiz. Ota-onalarga bizlarga panoh olsak eng og'ir gunoh. Onalik foizi qanday xonadon yo'l bo'lsa farzandi otaning bor deydi. Ana shuningdek biz xonadonni, davlatni xonadonni, bog'bonlar xonadonni, haligis bo'lgan insonlar davomli yo'llarimizga Allohning dinlari egilib ta'sirlar qilishni so'raymiz, chunki ota-ona boy xonadon hisoblanadi. Siz kelib boshqa boy xonadonga kelib bo'lyapsiz. Kelganimiz odamlarni o'zingiz ota-onangizga hurmat qilasiz va o'ylaymizki, baxtga yetishasiz. Alohida ta'zimlar davron yo'miz va qo'shib bilamiz hammalariga. Sozda o'rnatilgan san to'yini jalqanimizga orzuini moli joni sadog'asi bo'yibdi. Yetsa moli yetmasa jonimda turgan oxirlarimizga, sayrojonimizga, xo'janimizga, oxirlarimizga, shoxsi javollaringizga, qaynota qaynonada hurmat qilasiz insonlarni, keling boshqa. Ana shu insonlarga ta'zimlar qilasiz. Demak, oxirlarimizga, sayrojonimizga, oxirlarimizga, shoxsi javollaringizga, hammalarga jonim degan so'zga borim degan qadrlash qilgan to'ydan degan shoxjon abiga, oxirlarimizga, yana shoxjonimizga, alishga doylara hammalarga alohida ta'zimlar qilasiz. Onalar haqida loyiq so'zga buyuk kitob yozmoq bilan Anada mehrli bo'lmasınchilar qabrlarni yulduz osmon qadar keng deydi. Qalblardan devorlar shu niyatlari, istaklari bizlar bo'layotgan ko'chaklaringizga, qaynojoningizga, barabarjoningizga, otirmalaringizga hammalarni egilib ta'zimlar qilasiz. 95-choylardan nabishtirganlar, qizganlamasini eshitganlar, to'yda ko'rg'ilishga ishtirgan salamajon qo'limizga, olimpiya to'ylari hammalarni shundan ta'zimlar qilasiz. Toshkentdan Şumarı Toshkentda qolasi bo'lgan. Boshqajon Şumarı qo'las. Toshkentda qolgan. Arshimoya ulubek doira. So'rachoq qo'lamiz, ulubek doiramiz, yo'qachoq qo'lamiz. Mirzobek doira Sharafxon, Juftan, Borbon yetishmasa Bobodoy alohida ta'sirlar qilasiz. Keyin boshqa yangi joylarimiz bor, duxonlar bor. Farzandlar bilan nasiba, Zulfiya Sho'rman farzandlardan barcha-barchalarni egilib ta'sirlar qilasiz. Keyin boshqa baxtli kunlar o'tish bilan ayollarda. Demak,
Denizlik bo'lgan sarflashdan oila, doimiylar sayidning qo'yda boylar, qo'rasida qo'ylar o'rg'osin jiyanini qo'ylar deya tabriklar bilan, Alloh bizni ikkala qo'ylar qadrdonlar, qahramonlarni zamonida, oxirat azmanimiz O'zbekiston bilangiz, Manchurlarimiz, Nigorojon bilangiz, Somon, Dabdulaman Abikeshonlarda, Rahmatulloh, Mustafa, Muslima, Ahmad Jonlar Zarbor, biza ayning bizlarga bordi. Ortiq boylarda Ibadullah, aziz boylar, orzuliklari, muhabbitlari, mulisalari, hammalarning yurib ta'sirlar qilasiz. Jon, yangi joyda salom olamizga. Yo'lakdan sakkalab yishishadi, bilsin mobilda bilsin, qalblarga shunday yana boshimiz vaqtida qo'ygan chiroyli taqdirlashga qilayotgan yaqinda soq tayinligingiz bor. Zubayjon, Fotimajonlar, yukseklar bor. Ularning hammalarining vaqtida ta'sirlar qilasiz. Qadrdonsiz kanalimiz hurmatli bilalar, to'y boshlagan qizlarga kelganlar, sho'rolar videoda, Oybekjon kevlari bundan ta'sirlar qilasiz. O'zi so'ralgan qilolmagan yaqin so'z, Zubayjon, Fotimajonlar hammalarining vaqtida ta'sirlar. Afruza xona ko'ngillar pasiyatga yutish yo'qdan keyin uylar barchaga shu salomlarga jon kelib qolsa, so'zsizlarga shu Afruzaxon jiyanchaga alohida Jasmina xonlari, Alijoylari, Zinabaxonlari, Alijoylari hammalarining ta'sirlar, darto'ymasidan qilib boshlar barobarmasi ko'ziga yoshlar qo'ygan borak, bular qarindoshlar yaxshilikka qutardalar bor, xotirlarimiz bizga cho'kilari hammalarining alohida ta'sirlar. Anabiba ana singillari, ana singillari, ya'ni xolalar bo'ladi, qanadamizni xolalar bo'ladi. Hammalarni yigirib judan ta'sirlar qilasiz. Gulson bilanza, Alloh yo'lalar, salomlar qo'yingizlar. Salomlar inson vaqtida. Karomat qo'yingizlar. Abdulla boylaringizlar, go'jeklar o'g'illar hammalarni. Otaboydan uchalari bor endi mana shu joyda xonadonda katta da'vatlarning arasida bor. Otaboy Oba, Ramajon, Biya, Sinacho'larimiz, Yasanjon biyalari, davlat ovalarimiz zamoqda, boshqa biyalarimiz zamoqda, Lotos ovalarimiz Ramajon, Maktubalar tumani, Shepajonmi, Hemishmosa, Umidbek Tafrishdan, Moza galibiyalari, Sanoqli ovalarimiz, Almira galibiyamiz, Oylik ovalarimiz, Mashhuraxon biyalarimiz, hammalarni juda ta'sirlar qilasiz. Xizmat qilib bormoqlarida ma'lumotlar bir so'zlarida aytmaganlar, yo'q so'zini aytmaganlar. Yo'lning katta ogalari bor, qadrdonlari bor ekan. Yo'lning o'rnimizda Biyoqonning zamoqlari vaqtida ta'sirlar qilasiz. Farzandlari Doniyor Bek mana Otaboy boboni nomi qo'ygan otaboylar vaqtida ta'sirlar qilasiz. Mana bir qo'ygan bilgan sinchining yigala bugun Toshkentda akkalar kelganlar. Toshkentda mashinalar bor. Bukan Gulruxson, deyishmasa Gulruxson kelsa dastomiy qachonizdan qilgan ashirlarlar, Solihbek, Qadosbek farzandlari deyishmasa. Ana shu insonlarning hammalaridan juda ta'sirlar qilasiz. Musoga, Yavar Musoga oqidatingiz. Bozorboy devlarning oqida. Qizlari Malika Kumush Yusufboylar bor ekan. Samarqandlik aktingiz Gulyora, Timobek Yora farzandlariga mana Yorbek ukangiz, Yorbek ukangiz alohida juda ta'sirlardan bilasiz. Bugungi vaqtda o'sha ayyomlar Yorbek sochini yeridan qizlar mustaqillikda endi qonimiz yetdi, navbat biza yetdi deb so'rab turgan bo'ylaringiz Yorbek vaqtida ta'sirlar bilasiz. Mana shu Yorbekning uylarida chiroyli to'ylar qilib o'tirish barchalarga nasib bo'lsin. Xonadonlarga hammalarga o'tamiz. Serjon hojatasidan hammalarga nasib bo'lsin. Chiroyli to'ylar qilish. Biylar bor edi mana shu joyda. Hozir o'zimizga davomli yigitlarning so'zlagan aytmoqki, murojaatimiz bor mana. Sherzod Bekatda oilalarimiz murojaat bilan bor. Gulnora biylar, Sirdosh boylari, Odis Karomat biylarda, Zuboch Ojijon biylar mana, Sevarajon, Dilmoza, Gulmoza, Quvonib kuyovlarni hammalarni yigit ta'sirlar qilasiz. Xonani qizlari bor ekan, ko'chikda yurib turgan bizlar xonani qizlarning bizlarga salom bo'lmagan, shundan o'zgacharoqligingiz bor. Nafuzorligingiz bor. Nodirajon, Shirinjon, Rayqon, Gulbira, Ilmira, Iroda, Zuhra, So'rajonlari hammalaridan mamnunlar mavjudalari Alloh ta'sirlar qilasiz. Keyin boshqa yangi jon, doim to'ylar bo'lsin degan, to'yning kuyini bo'lsin degan
Tüm bizim isteyenlerden tutganlar, odamı yemeğimiz var, gülçra idilerimiz var. Oğalarımıza, Sokiba Kwan biylere, Yaşlarım ya video alış bilen ben. Resim alıp video alıp geleyim. Kandırda ağzını düşürgenler, soğuk derin düşürgenler, ayakoylar var bana. Bunlara juan bize, bana juan bize, digara juan bize, nasıl lütfen? Acıcılar Allah'da zeyba. Cüften tarzımlar kırasız, metrobollarına hammalarına. Cüften tarzımlar kırasız. Oy gülüymüş mesela. Cuma gülüyor, like falan. Fermerdagi ishchilar, fermer xo'jaligidagi barcha ishxonalari, qurollar, jamol olalari, Farruh Bey sadoqatmi? Albatta sadoqatiga mana Muhammad Bezor riyosati kuyovjo'nlari mana shu joyda xizmatda hamma do'stlar qadrdonlari Yechibek, Aziz, Asadbek, Suhratbek kabi boylari aloqatni anasini chiqqanlari dasturxonni cho'rakda analizada kerakli bo'lgan Hamidajon, Yulduzxon, Zaynabjon, Iroda, Safargul, Kunduz, Nilufar chiqqanlarni, Safargul chiqqanlarni hammalarini juftdan ta'zimlar qilasiz. O'ynagan bilyapsiz, yo'qolgan bo'lsa, mas'ul shiorimizni, san'atkorlarimizga qo'yasiz. Hammalari egilib juftdan ta'zimlar qilib kelib boshqa jon qanotlarga bugungi to'y bugungi manasi uchun mas'ullarga yana bir bor aytamiz. Yana bir tabrikamiz muborak bo'lsin. Kelinlarimiz qo'shnilarimiz, sevib farzandimiz Alloh ularni baxtli taqdir etsin. Ana shu hayotda nimalarga niyatlangan bo'lsa, shu narsalarga erishsin. Amin. Allah razı ya Rabbi yaratgan toifalarga Alloh subhanahu va taolodan musulmon Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud salovatlar bo'lsin. Xonadon egalarini orzu tish bilan kutgan kunlari boshlagan to'ylari undan bo'lsin. Kelinlarimiz poy qadamlari qutlug' bo'lsin. Ana shu xonadonga bir umra xizmat qiladigan, xonadonda eng bir e'zozi kelinlardan bo'lsin. Xonadon egalarining bugungi to'ylari muborak bo'lsin. Ulardan bo'lgan nevara, chevara, evarlarni Allohdan umr guzoralik qilish xonadon egalarining hammalaridan nasib bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Va qur robbil anzil munzilan mubarakan man tahayrul munzilin. Rahmat ya Rahman Rahimin. Amin. Allohu akbar. Rahmat yengejon gelib boshqa. To'ylar muborak bo'lsin. Mana xudo xolasa do'stlar gelin tushirdi, gelin salomon bo'ldi. Endi işte to'yni olib boramiz. O'tib yuraveramiz saat 6da to'yimiz boshlaydi. Kanal ötüp yürürüz saat 6'da bir 10-15 mutlağında başlayımız. Daha kalasa. Efemizi ölçüremiz dostlar. Geçirden hayırlaşamız şöyle.